Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Paxtakor bilan Barselona o'ynayotgan. Hop, o'zim o'ynayapman mana shu o'yinni. Hop, Barselona bilan Paxtakor bo'lmasam ketdi. Mana Paxtakor, Barselona. Hech ko'rganmisizlar Paxtakor bilan Barselona o'ynaganini? Xullas, hamma komanda tuzuv. Yana reklama faqat jonga tegayotgani reklama. Hop. Mana masalan, mana bizni Paxtakorimiz. Mana Barselona bilan shuylarga kirmagan o'yinlarni biz o'ynaymiz do'stlar. Shuylarga kirmaydi bu o'yin, ishonaveringlar. Hop, mana biz boshlab oldik. Biz ham bo'tda bo'layapti. Mana shu daqiqalarda hozir gol uradi. Voy, mana shtraf ham berib yubordi. Qani bo'lmasam mana shu oshiramiz, mana drugimizga ketyapmiz. Mana ketyapman va oshirdim, gol. Xullas, mana shunaqa gaplar. Mana shunaqa shu minutda, nechinchi minut bilmayman. Shu minutda Fayzullayev gol uribdi. Do'stlar, Fayzullayev kim bilasizlarmi? Fayzullayev gol uribdi. Yana TikTok menga keyin Barsalar boshlashdi. Mani bo'tda olishuvdi. Endi Barsa o'zi boshlayapti. Men o'shani aldab olib ketaman. Mana shuni hozir olib ketdim. Bittasiga pas beraman, orqa machasiga yiqilib ketdi brat borib. Meniki Fayzullayev mana yana yiqilib ketdi. Mana shu Fayzullayev bor, orqa macha pas beraman deb. Lekin oti Sobir Xushanov nima edi? Otini bilmadim. Xullas pas berishyapti. Beramiz, ya'ni gol urdi yana. Ko'rasizlarmi do'stlar? Gol. Faqat gol uramiz biz. Shuylarga kirmagan gollarni biz uramiz. Shuning uchun bizani videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana TikTok. Menga kerakmi TikTok? Bor yo'q, ishimni tashinglar. Xullas, mana boshlandi. Internetni o'chirib qo'ysangiz reklama chiqavermaydi xullas. Qana mana birinchisi yana aldab ketyapmiz, olib qo'ydik. Do'stlar, mana ketyapti. Nima ekan oti? Tursunov ketyapti. Tursunov mana pas berdi otdi bittasi. Qarochi pas bermadi Tursunov hech kimga. Tursunov o'zi gol uraman dedi. Bekorlan 5tasini yeb va bittasiga pas berib 10 raqamida o'ynaydigan bitta o'yinchiga pas berib gol urdi Tursunov. Tursunov gol urdi. Do'stlar, hammasini kommentga yozib qo'yinglar. Tursunov kim, Fayzullayev kim? Bilasizmi nima ekan? Fayzullayev mana ketyapti. Fayzullayev o'zi gol urmoqchi, lekin pas berdi bittasiga. U ham Fayzullayevga pas berdi. Fayzullayevga nimadir pas berdi va qandaydir bitta o'yinchi nimadir bo'lyapti. Vobshe talashib ketyapti. Voy, olib ketib qoldim. Xullas, gol bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xullas, ketyaptaman, olib qo'ydi bizani komandani o'yinchisi Sharinovni. Xullas, bittasi olib qo'ydi. Qo'ymayapman. Mana ketyapti. Nozmurodovmi? Nimadir bitta familiyali Fayzullayev. Mana yana Fayzullayev bittasiga oshirmadi. Oshirmoqchi edi, lekin out bo'lib chiqib ketdi. Hop, kimdan chiqdi? Ulardanmi? Bizadan chiqdi menimcha. Bizadan chiqdi. Xullas, bittasiga pas beramiz, chizib mana pas berdik. Mana bittasi oldi Xomrodov. Tursunov Barselonani o'yinchilarini aldab ketyapti. Tursunov va Sharin, voy, otini yozib qo'yibdi. Sharin Tursunov gol ura olmadi, dehqonlik qilib qo'ydi. Mana bitta Barselonani varatarisi oshirib berdi bittasiga va Hamdamov bittasiga yiqilib pas berdi orqaga. Fayzullayev gol urdi va yana Fayzullayev 65 urovina 65 ekan. Qanchalik kam urovinda u gol uryapti, qanaqasiga. Ajoyib gol. Yana TikTok chiqdi. TikTokini o'tkazmayman. Xullas, Fayzullayev gol urdi. Va o'sha Paxtakorda to'r do'stlar. Mana yana olib qo'ydik biz. Gol uramiz, mana shu taymni qarab turlaring. Xullas, ura olmas ekan deymiz biz hozir. Oladi mana shu hozir. O'zimizni chalib qo'ydik-ku, bari. Hop, ketyapmiz. Sobirxonov, nima ekan familiyasi. Xullas, time ham tugadi. Birinchi time tugadi. Xullas, yana tez TikTokga ham o'tkazib yuboramiz.
Mana komanda yaxshi, davay hech kim jarohatlanmagan, jarohatlanishimcha kunini ko'rsataman. Xullas bittasi olib ketyapti. Biza bo'lsa orqaga pas beradi, yana yoniga chap qanotga, o'ng qanotga pas berdi. Xullas ketyapti. Fayzullayevga yana to'p tushdi. Fayzullayev o'zicha tezlik bilan aldavochi va bittasi pas bermanga. Sharin va gol urdi. Sharinmi nima ekan oti o'qib olaylik. Sheran gol urdi. Xullas endi yana Barselonalar boshladi. Hop, ko'nglim sezyapti, Barselona oxirida bitta gol urib qo'yadi-da. Mana Tursunov yiqilib oldi ko'pni. Tursunov aldab ketmoqda va men pas berdi Fayzullayevmi, Sherin, ha. Keyin mendan Tursunov xullas familiyasi ko'pda unaqalarni nima qildi? Bittasini itarib ko'pdan bittasiga berib qo'ydi. Bor zo'r ekan. Bizani o'zbekdan qolishmaydi. Xullas mana bittasi Kolmonov, Sheran Peniya degan varatalis xullas ushab qoldi. Ketdi, mana bittasi oldi, mana Kolmalov. Fayzullayev o'zimizni brat. Sheran ham bizani bratda. Mana Sheran gol uradi, qarab qo'y. Sheran aka ishonchi so'ndirmayapti. Korotchi mana Sheran yangi to'pga tushdi. Yangasi telefon qilib qoldi, yutqizsangiz qarang. Yangasi o'ldiradi endi agar gol urmasa. Hop, davay. Nima ekan oti? Sokimovmi nimadi? Gol! Qanaqasi bu? Vobshe uzoqdan gol urdi bu. Nima ekan oti? Sobir. Xullas tushunmadim men buni otini. Mana gol urishini ko'rsatib beradim, ko'rsatmadi xullas. Mana 6-0 Barselona 0. Do'stlar, shunaqasini ko'rganmisizlar? Tushinglarda ko'rmaysizlar bunaqa o'yinni. Xohlasam O'zbekistonni Real bilan o'ynattirishim mumkin. Do'stlar, kommentga yozib qo'yinglar. Kim bilan kim o'ynashini yozinglar. Sizlar bundoq o'ynaydigan normalniy komandalarni emas, menga aytinglar. Xullas, tushinglarda ko'rmaydigan komandalarni o'yinini aytinglar, men o'shalarni topib o'ynattirib ko'raman. Bas men shunaqa, mana Paxtakor Fayzullayev yana gol urdi. Mana shunaqa kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bitta siz menga komment yozsa, o'shan bilan o'shani o'ynattiring desa, sizlarga obuna bo'lib qo'yganlarga keladi o'sha videoni qo'yganim. Sizlar tushinglarda ko'rmagan o'yinlarni ko'rasizlar. Xullas kim gol urdi? Aytdim-ku bitta gol urib qo'yadi deb. Mana shu Barselonadan qaranglar, mana buni akrobatlar oshib tashlayishini bitta golga. Voy, shunchalik ham bo'ladimi odam, ha? Hop, Fayzullayev kimga pas berishni bilmayapti. Fayzullayev xullas pas berib qo'ydi. Sobir Xushev Fayzullayevga pas berdi. Fayzullayev Sheranga pas berdi. Fayzullayev to'p. Fayzullayev Peniya olib qo'ydi to'pni. Ya'ni varatalis. Xullas Hamdamov bitta qo'shiqchini oti esimga tushib ketdi. Hamdamov xullas aldab ketmoqda. Gol, oxirida gol. Hamdamov gol urdi. Buni qanaqasi o'zbeklarga o'xshamaydigan odam ekan, atak. Nimaga bularni choch sariq o'zbek emas? Mayli. Hamdamov gol urdi do'stlar. Oxirgi taymda Hamdamov gol urdi. Fayzullayev ham qolishmadi. Bizani taym tugadi, ikkinchi taym ham.